Bo'ldi, o'zim qilaylaveray ya. Nima bo'ldi? Bir ish bo'ldimi? Dedi gitip, voy qandaq dedi yetsen bo'ldi, xanimninki chiqib putqollarini ammo qilib tutib qo'ysam bo'lamdimi? Uning ota-onasi yo'q. Sen bir azroq bo'lsin bir onaning o'rnida mehrni yetkazib qo'ysang nima bo'ladi? Keldingizmi? Ha, voy, bu siz bola bilan sayohlab ketibsiz ya? Ocham-chu. Ocham qarshi bersamamdi. Bo'ldi, o'zim qilaylaveray ya. Nima bo'ldi? Bir ish bo'ldimi? Balını götürüp dursanız birden sayını aklı olay desem, belim ağrıydı deydi. Emsi balına sabah yatqızıp, birden qarab dursanız, ben işlerimni qilib olay desem, bir 2 minut bola bo'lmayla. Boynum ağrıp ketdi, ay kirib ketdi, şoň men özüm qilayverdim iş. Ekin balını bana bering bo'lmasa. Ya bo'ldi, özüm qilayveray, öýde may tugap qapti ekan to'sizdik, ketib pastga tushib. Atuvlaqning zarangzimaydan bir qut ekramsiz. Anlasam o mayni mötedil deydi. Andan keyin qanday maymi o'ltirib olmaydi ekan, şunu işiltip baqandyk. Onda olsa ben mayını pes küçüp ep çıkay. Kırıp tamakını özem etay, siz balık qaraş birden aramay verin. Qanaq? Ha, ma'qul. Hey İsmail, maya kira. Aça, nima bo'lding? Yetibsan-ku, mijozing yo'qmi? Yaqay mijozim yaxshi go? Abbak mijozing bo'lsa, doktorxonaga boray. Yaqay bo'ldi. Ya ukam, abiyam anglab tutsam tamoqni men qilay, siz aram eling. Deysina? Maş eptan bilan oshxonaga kirib tamoq qilamsan? Endi nima bilan deb ketding? Hozir qaysi zamon? Erlar ayolga yordamlashib tamoqas nima bo'pti? Voy bu normal ishmi? Ey ayoling var-ku, hadislisini keşke ish qilsaldik qara. Bugun müço meni bala vaqizib, tamoq etkizib qilmoqchidi, niyatini bilib qilib, men uy kirib qasda yetib oldim deya, bo'lmagan bo'lsa meni bir kun keşke ish qilib, toza og'izmoqchidi. Sen mushtaq qilaverib ayolimni uydan ketkizib qo'ysa, hozir xotin elish oson bo'lmasa ya. Uningim osonmi? Tamoq etadi, balaning kirqatlarini juydi. Kunda kechlik 4-5 qatim uyg'undi balan deb. Charchab hozir chechim shutag'im qapti, sen ayol kishi bo'lganki dadi yetib qo'ysam olmamda. Dedi gitip, voy qandaq dedi yetsen bo'ldi, xanimninki chiqib putqollarini ammo qilib tutib qo'ysam bo'lamdimi? Helimi kunda tamoq etsa qachsini jupib beryapman. Kiyim juysa achqib yeyib beryapman. Uning boshqa qandaq qilsam bo'ldi? Tuzuk gaqilay. Sen gaqimiz o'zingni bilmayotgansan-ku. Sen qilish tegishli ishlar-ku. Men sana bir gapni day qara. 6-qavatdagi olimkam tunaysan-ku? Ha, tunayman, nima bo'pti? Shu olimkamning uyida ishlaydigan bir ayol xizmatchi bor. Ismi Osiyam deb. Shu adimizga olimkam ikkimiz to'y qildik, bunda kunda kelib ketib yurmang, jafoda qoldi ekansiz deb. Ashu debdiki, nima debdi bilamsan? Maoshingiz bor, tegaydiganda shu. Men sizning davringizni beqiyapman. Kirqatlaringizni yuvib, tamog'ingizni etib olingizdan xabar beryapman. Buning uchun bolalaringiz menga tamog'imni ko'targandan sirt 5000 ko'y pul beryapti. Men mush pul bilan turmushimni guldek beqiyapman. Ya'ni kelib balamga bir uy berdim. Nim qilaman sizga tegib qo'lingizni qarab kun kechirib, mashtaq o'zxon o'zbek yashasam yaxshi emasmi deb rad qilibdi qara. Sen ash uy xizmatchisi tushungan qoidani tushunmamsan? Sana desam ayollarning turmushidagi eng adolatsiz ishning nimaligini bilamsan? Mush uyda kunda qilayotgan ishlarning e'tiborga ilinmasligi. Agar mush qilayotgan ishlarni jamiyat yaratgan qiymati bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, biz hargiz qaytarib olmaymiz-ku. Bu degan bolarimning opsi, mening ayolim, sening singling, burun ota-onasining aytavali qiziti, bizning ota-onamiz yo'q, uning ota-onasi yo'q. Sen bir azroq bo'lsin bir onaning o'rnida mehrni yetkazib qo'ysang nima bo'ladi? Bo'ldi, yetibira. Tamoq pishqanni chaqirayman.